Bugun 15-sana ekan, oylik to'lov kvitansiyasini olib keldingizmi? Oylig'im chiqsin, to'lab qo'yaman. Oylig'im chiqqani yo'q hali. Mayli. O'zi oylig'im ham men to'layapman-ku. Hurmatli ota-onalar, har oylik badal to'lovlarini siz nima uchun to'layotganingizni bilasizmi? Ushbu savolga javob topishdan oldin davlat tomonimizdan har oyda 12 guruhga ega bo'lgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qancha mablag'dan pul ajratilishini bilib olishimiz darkor. Ichimlik suvi uchun 4.900.000 so'm to'lanadi. Yil davomida yumshoq jihozlar uchun 25 million atrofida pul sarflanadi. Issiqlik manbai uchun fevral-mart oylariga jami 46 million so'm ajratildi. Elektr energiyasi uchun har oyda jami 5 million so'm sarflanadi. Davlatimiz tomonidan har oyda oziq-ovqat uchun 18-20 million ajratiladi. Uchun har oyda 800 ming pul sarflanadi. Dezinfeksiya moddalari uchun yil davomida 10 million pul sarflanadi. Undan tashqari qo'riqlash xizmati uchun har oyda 2 million 600 ming, zaxiraga har qish oylarida 30 million so'm, internet tarmog'i uchun har oyda 639 ming so'm hamda har oyda xodimlarning oylik maoshlari uchun davlat tomonidan 158-159 million so'm mablag' ajratiladi. Ko'rib turganingizdek, davlat ta'lim tashkilotlari davlatimiz uchun faqatgina chiqim hisoblanadi. Ushbu yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlardan oqilona foydalana olishimiz kerak. Hurmatli ota-onalar, siz farzandingizni faqatgina oziq-ovqatiga pul to'laysiz. Marhamat qilib, har oyning 15-sanasiga qadar ushbu mablag'ni o'z vaqtida amalga oshirib qo'yishingizni so'raymiz.